Kitobning 64-beti bajaring va o'rganing. Bu yerda bir nechta topshiriqlar bor. Biz 10 ta ekan, har bittasini pastda bitta yechib chiqamiz. Birinchisi, hisoblang. Bu A variantda 150 ning 30% ni hisoblashimiz kerak. Demak, A variantni mana bu yerda yozamiz. 150 ning 30% deganda 30% ni biz 30 taqsim 100 ko'rinishida yozamiz. Shunda 150 ko'paytirilgan 30 taqsim 100 bo'ladi. Va e'tibor beramiz, bu yerda 150 ning bitta noli bilan 100 ning bitta nolini, 30 ning bitta noli bilan pastdagi bitta nolni o'chiramiz. Shunda natijamiz 15 ko'paytirilgan 3 taqsim 1 bo'ladi. 3 ni 1 ga bo'lsak 3 bo'ladi, ya'ni 15 ni biz 3 ga ko'paytiramiz, bu 45 ga teng. Va natijamizni belgilaymiz. Demak, 45 kelib chiqar ekan. Keyingisi, B variantda 300 ning 55% ni hisoblaymiz. Demak, B ni mana bu yerda yechamiz. 300 ning 55% bu 55 bo'lingan 100 bo'ladi. Teng. 300 bilan 100 ni biz qisqartirib yuboramiz 100 ga. Shunda bu yerda 3, bu yerda 1 bo'ladi va natijamiz 3 ko'paytirilgan 55 bo'ladi. 3 kere 5 15, biradalda 3 kere 5 15, 1 bilan demak 16 bo'ladi. Ya'ni 165 natija kelib chiqadi. Va biz yuqorida mana bu yerda 165 deb javobni belgilab qo'yamiz. Va C variantda 75 kilogramning 62% nechaga teng? 75 ning 62% deganda 62 taqsim 100 bo'ladi. Va biz 75 bilan 100 ni 25 ga qisqartirib yuboramiz. Shunda bu yerda 4, bu yerda esa 3 bo'ladi. Va ifodamiz soddalashadi. 3 ko'paytirilgan 62 taqsim 4 bo'ladi. Va buni 62 bilan 4 ni biz 2 ga qisqartirib yuborsak, bu yerda 2, bu yerda esa 31 qoladi. Va 3 ni 31 ga ko'paytiramiz. Bu 93 bo'ladi va buni 2 ga bo'lamiz. Va bu natijamiz necha chiqishini hisoblab olamiz. 93 ni biz 2 ga bo'ladigan bo'lsak, natijamiz 46,5 kelib chiqadi. Va bu kilogramda bo'lganligi uchun kilogram deb yozib qo'yamiz. 46,5. Endi D variant, undan oldin mana bu yerda 46,5 deb javobni belgilaymiz. D variantda 480 gramning 90% ni hisoblashimiz kerak. Demak, 480 ning 90%, 90 taqsim 100 bo'ladi. Bu yerda nollarni qisqartiramiz birinchi. Deylik 100 dagi nol bilan 480 dagi nolni va mana bu yerdagi pastdagi nol bilan 90 dagi nollarni qisqartiramiz. Va ifodamiz soddalashadi. Bu 48 ko'paytirilgan 9 taqsim 1 bo'ladi. Ya'ni 48 ko'paytirilgan 9 bo'ladi. 9 kere 8 bu 72, 7 dilda 9 kere 4 36, 36 ga 7 ni qo'shadigan bo'lsak 43 bo'ladi. Demak, javobimiz 432 kelib chiqadi. Va ushbu javobni ham bu yerdan yozib qo'yamiz. 432. Va keyingisi, I variantda 45 litrning 78% nechaga teng bo'ladi? Buni ham hisoblaymiz. 45 litr ko'paytirilgan 78% bu 78 taqsim 100 degani teng bo'ladi. Endi biz 100 bilan 45 ni qisqartirib yuboramiz. Deylik 5 ga qisqartiradigan bo'lsak, bu yerda 9, bu yerda esa 20 qoladi. 20 bilan 78 ni ham 2 ga qisqartirsak bo'ladi. Bu yerda 10, bu yerda esa 39 bo'ladi. Va ifodamiz 9 ko'paytirilgan 39 taqsim 10 bo'ladi. Ya'ni biz 39 ni 9 ga ko'paytirib 10 ga bo'lib yuborishimiz kerak. Shunda 9 kere 9 81, 8 dilda 9 kere 3 27, 27 ga 8 ni qo'shadigan bo'lsak 35 bo'ladi. 351 ni biz 10 ga bo'lishimiz kerak degani. Ya'ni bu 35,1 litr degan javob kelib chiqadi. Demak, ushbu javobni belgilaymiz va yuqorida ham yozib qo'yamiz. 35,1.
Va keyingisi, ya'ni F variantda 750 millilitrning 82%ni hisoblab olamiz. Ya'ni buni hisoblashda biz quyidagi amalni bajaramiz. Ya'ni 750 ko'paytirilgan 82%ni 82 taqsim 100 deb olamiz. Va shunda bizda birinchi nollar qisqaradi. 100 dagi bir nol bilan 750 dagi nollarni qisqartiramiz va ifodamiz soddalashadi. Bu 75 ko'paytirilgan 82 taqsim 10 bo'ladi. Va biz 75 bilan 10 ni 5 ga qisqartirib yuboramiz. Shunda 5 ga qisqartirsak bu 15 bo'ladi. Buni 5 ga qisqartiramiz 2 bo'ladi. 82 bilan 2 ni ham qisqartiramiz. Bu yerda 1, bu yerda esa 41 bo'ladi. Va ifodamiz 15 ko'paytirilgan 41 kelib chiqadi. Va bu ko'paytmani ham mustaqil hisoblab olamiz. 15 ni 41 ga ko'paytirsak bu 5 1 4 kere 5 20, ikkisi tilda 4 kere 1 4, 2 bilan 6 bo'ladi. Qo'shib yuboramiz 5 1 6, ya'ni 615 bo'lar ekan. Demak javobimiz 615 bo'ladi va bu millilitrda bo'lganligi uchun millilitrni belgilaymiz va ushbu javobni ham yuqorida 615 deb belgilab olamiz. Mana bu yerdagi ko'paytmamizni esa buni o'chirib yuborsak ham bo'ladi. Endi chiqqan natijalarni keling biz kalkulyator yordamida barchasini demak tekshirib olsak yaxshi bo'ladi. Chunki bu javoblarimizni biz qo'lda hammasini hisobladik. 150 ning 30% ni hisoblasak bu 45 chiqadi birinchisi. Javobimiz to'g'ri. Endi ikkinchisiga o'tamiz. 300 ning 55%. Ko'paytirilgan 55%. 165. Bu javob ham to'g'ri. Endi C variant 75 ning 62%. 75 ko'paytirilgan 62%. Javobimiz 46.5. Bu ham to'g'ri. Endi D ga o'tamiz. 480 ning 90%. 480 ning 90%. 432. Bu javob ham to'g'ri. I variantiga o'tamiz. 45 ning 78%. 45 ko'paytirilgan 78%. 35.1. Mana bu yerdagi bir nimagadir o'chib ketibdi. Javobimiz lekin pastda 35.1 deb chiqargan edik. Va oxirgisi 750 ning 82%. 750 ning 82%. 615. Bu javob ham to'g'ri. Demak, barchasi bizda to'g'ri va keyingisiga o'tamiz. Ikkinchi topshiriqda A 20 metrning necha foizi 9 metrga teng bo'ladi? Demak, buni hisoblash uchun biz 9 metrni 20 metrga bo'lib yuborishimiz kerak. 9 bo'lingan 20 va foizda chiqarish uchun buni 100% ga ko'paytiramiz. Shunda bizda 20 bilan 100% 20 ga qisqaradi. Bu yerda 5, bu yerda 1 qoladi va natijamiz 9 kere 5. Va bu foizda, ya'ni 45% bo'ladi. Ushbu javobni belgilaymiz. Va keyingisi B savolda 7500 so'mning necha foizi 1500 so'mga teng? Buni xuddi shu yo'sinda hisoblaymiz. Ya'ni 1500 bo'lingan 7500 va buni foizda chiqarish uchun 100% ga ko'paytirib yuboramiz. Va bizda mana bu yerdagi 1500 dagi ikkita nol va 7500 dagi ikkita nollar qisqaradi. Bu ifoda soddalashadi. 15 taqsim 75 ko'paytirilgan 100% bo'ladi. Va bu yerda 100% dagi 100 bilan 75 ni 25 ga qisqartiramiz. Bu yerda 3, bu yerda esa 4 bo'ladi. 3 bilan 15 ni ham qisqartiramiz. Bu yerda 1, bu yerda esa 5 bo'ladi. Va ifodamiz 5 ko'paytirilgan 4 ko'rinishga keladi va bu foizda, ya'ni 20% degan javob kelib chiqadi. Buni belgilab olamiz. Va 3-savolga o'tamiz. Rasulda 10 ta shar bor. Sharlarning 6 tasi qizil rangda, jami sharlarning necha foizi qizil? Buni hisoblash oson. Biz 6 ni, ya'ni qizil rangni biz nechta umumiy shar soniga, ya'ni 10 taga bo'lamiz va buni foizda ko'rsatish uchun 100% ga ko'paytirib yuboramiz. Shunda bizda 10 bilan 100 10 ga qisqaradi. Bu yerda 1, bu yerda 10 qoladi va javobimiz 6 ko'paytirilgan 10 bu foizda bo'ladi, ya'ni 60% degan javob kelib chiqadi. Buni belgilaymiz. Va 4-savol. Layloda 200 ta tugma bor. Ularning 56 tasi dumaloq. Tugmalarning necha foizi dumaloq? Buni quyidagicha hisoblaymiz. 56 bo'lingan 200 va buni biz foizda ko'rsatishimiz uchun 100% ga ko'paytiramiz. Va 200 bilan 100 ni biz 100 ga qisqartirib yuboramiz. Bu yerda 2, bu yerda 1 qoladi va natijamiz 56
taqsim 2 bo'ladi. Bu foizda. 56 ni 2 ga bo'lamiz, natijamiz 28% bo'ladi va bu bizning javobimiz 28%. Endi 5-masala matematika fani bo'yicha testda jami 120 ball to'plash mumkin. Po'lat umumiy ballning 60%ni to'pladi. Po'lat necha ball to'plagan? 60%ni to'plagan bo'lsa va umumiy ballning bu 120 ball, shuning 60%. 60%ni biz 60 bo'lingan 100 ko'rinishida hisoblab olamiz. Va bunda bizda deylik 60 dagi 0 bilan 100 dagi 0 ni qisqartiramiz va 6 bilan 10 ni ham 2 ga qisqartirsak, bu yerda 5 qoladi, bu yerda esa 3 qoladi. Va ifodamiz 120 ko'paytirilgan 3 taqsim 5 bo'ladi. Va bu yerda 5 bilan 120 ni ham 5 ga qisqartiramiz. Bu yerda 1 bo'ladi, bu yerda esa 24. Va ifodamiz 24 ko'paytirilgan 3. 12 birdilda 6 7. Demak 72 ball yig'gan ekan. Demak po'lat 72 ball yig'gan. Buni belgilab oldik. Va 6-masala Sirojiddin har oy maoshining 30%ni jamg'arib boradi. Uning oylik maoshi 5 million 700 ming so'm bo'lsa, Sirojiddin har oy qancha mablag' jamg'aradi? Buni hisoblash oson. Umumiy puli, ya'ni oyligi 5 million 700 yozamiz, ko'paytiramiz. 30% ni biz 30 bo'lingan 100 deb olamiz. Shunda 100 dagi 2 ta 0 bilan 5 million 700 dagi 2 ta 0 qisqaradi. Va e'tibor beramiz, bu yerda demak 5 7 1 2 3 ta 0, ya'ni 57 ming qoladi va buni 30 ga ko'paytiramiz. Chunki mahrajda 1 qoldi, uni bo'lib yuborsak 30 ning o'ziga teng bo'ladi. 57 ming ko'paytirilgan 30 teng. Buni biz hisoblash uchun oddiygina yo'l tutamiz. 3 ta 0 ni va 1 ta 0 ga e'tibor bermaymiz. Biz faqat 57 va 3 ni ko'paytirib yuboramiz. 57 ga 3 ni ko'paytiradigan bo'lsak, 3 kere 7 21, ikkisi dilda 3 kere 5 15, 2 ni qo'shsak 17 bo'ladi. 171. Endi mana bu yerdagi 3 ta 0 ni va yana 1 ta 0, ya'ni umumiy 4 ta 0 ni uning davomidan yozamiz va buni hisoblaymiz. Demak, orqadan 3 ta sanaymiz va bu yerdan 3 ta sanaymiz. Demak, javobimiz 1 million 710 ming so'm ekan. Yozishda e'tibor beramiz. 171 dan keyin 4 ta 0 yoziladi va bu o'qilishi 1 million 710 ming so'mni tashkil etadi. Endi 7-masalaga keldik. Yoqub akada 2 million 800 so'm pul bor edi. U pullarning 35%ni avtomobilni ta'mirlashga sarfladi. Yoqub akaning qancha puli qoldi? Demak, sarflagan puli 35% bo'lsa, qancha qolgan bo'ladi? Demak, qoldi 100% dan ayiramiz 35% ni. Bu 65% bo'ladi. Demak, 2 million 800 so'mning 65% qolgan. Demak, bu so'mda bo'ladigan bo'lsa, 2 million 800 ming ko'paytirilgan 65%, ya'ni 65 ni, ya'ni foizni 65 bo'lingan 100 ko'rinishida yozib olamiz. Shunda 100 dagi 2 ta 0 qisqaradi va bu yerda 28 ming qoladi. Nollarni qisqartirdik. 28 ming ko'paytirilgan 65 bo'ladi. 28 ming ko'paytirilgan 65 bo'ladi va javobni mustaqil hisoblaymiz. Demak, pastdan mana bu yerdan ham yozsak bo'ladi. 28 ko'paytirilgan 65 deymiz. 5 kere 8 bu 40. 4 dilda 5 ga 2 ni ko'paytiramiz 10 14. 6 kere 8 48 4 dilda 6 kere 2 12, 12 ga 4 ni qo'shsak 16 bo'ladi. Bularni qo'shib yuboramiz. 0 12 bir dilda 7 8 1. Ya'ni javobimiz pastdan yozamiz 1820 va ortidan 3 ta 0. Bu 1 million 820 ming so'm degani. Ya'ni 2 million 800 ming so'mdan 1 million 820 ming so'mi, demak unda qolgan. Buni biz o'chiramiz va javobni belgiladik. 8-siga o'tamiz.
Lolaga matematikadan 120 ta savol berildi. U savollarning 45% ga to'g'ri javob berdi. 10 ta savolga to'g'ri javob bergan. Buning javobi quyidagicha: 120 ko'paytirilgan 45%. 45% bu 45 bo'lingan 100 degani. Va bu yerda demak 45 bilan 100 ni biz qisqartirib yuborsak bo'ladi. 5 ga qisqartiramiz, bu yerda 20, bu yerda esa 9 qoladi. Va ifodamiz 120 ko'paytirilgan 9 taqsim 20 bo'ladi. Endi biz 20 bilan 120 ni 20 ga qisqartirib yuboramiz. Bu yerda 1, bu yerda esa 6 bo'ladi. Va natijamiz 6 kara 9 bo'ladi. Bu 54 ga teng. Demak, 54 ta savolga to'g'ri javob bergan. 9-chi savolga o'tamiz. Jasur 42 kilometrlik masofaning 75% ni yugurib, qolgan qismini esa yugurmasdan sekin yurib bosib o'tdi. U qancha masofani yugurmasdan sekin yurib bosib o'tdi? Demak, sekin bosib o'tgan masofasi bu 100% ayrilgan 75%. Chunki 75% ni u yugurib bosib o'tgan. 100 dan 75 ni ayiramiz, bu 25% ga teng bo'ladi. Aynan 42 kilometrning 25% ni u yurib sekin bosib o'tgan. Demak, 42 ko'paytirilgan 25% ni 25 taqsim 100 deb olamiz. Va shunda 25 bilan 100 ni biz 25 ga qisqartirsak, bu yerda 4, bu yerda 1 bo'ladi. Ifodamiz 42 ko'paytirilgan 1 taqsim 4 bo'ladi. Va 42 bilan 4 ni 2 ga qisqartiramiz, bu yerda 2, bu yerda esa 21. Natijamiz 21 taqsim 2, ya'ni 10,5 kilometr kelib chiqadi. Ya'ni 10,5 degani. 10,5 kilometrni biz belgilaymiz. 21 ni 2 ga bo'lganda kalkulatorda ham tekshirsangiz bo'ladi. Bu aynan 10,5 kilometrga teng. Va bizda oxirgisi, ya'ni 10-topshiriq. Kamol kitobning 12% ni dushanba kuni, 24% ni seshanba kuni o'qidim. Kitobning 175 sahifasi bo'lsa, uni tugatish uchun yana nechta sahifa o'qish kerak? Endi 12% dushanba, 24% seshanba o'qigan bo'lsak, qanchasi qoldi? Buni quyidagicha hisoblaymiz. Dushanba plus seshanba hisoblaymiz. Bu 12% plus 24% bo'ladi. Javob 36% ekan. Endi 2 kunda, ya'ni dushanba kuni va seshanba kunlari 36% ni o'qigan bo'lsa, qancha qoldi? Qoldi 100% dan ayiramiz 36% ni. 100 dan 36 ni ayiradigan bo'lsak, 64 bo'ladi. 64%. Aynan mana shu 64% ni topishga harakat qilamiz. Ya'ni kitob agar 175 sahifadan tashkil topgan bo'lsa, uning 64% nechaga teng? 175 ko'paytirilgan 64% ni 64 taqsim 100 deb olamiz. Teng. Endi bunda bu masalada biz kalkulatordan foydalansak bo'ladi. Demak, biz 175 ko'paytiramiz 64 ga, bo'lamiz 100 ga. Javobimiz 112 sahifa kelib chiqadi. Demak, javob 112 ekan. Buni belgilab qo'yamiz. Va ushbu betdagi barcha topshiriqlarni bajarib oldik. E'tibor beramiz. 10 gacha hammasi bajarildi.